Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Tajvid darslari 82-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Qur'oni Karimda yana bitta noyob bo'lgan qoidalardan biri ishmom qoidasi bilan tanishamiz. Hozir men sizga Qur'oni Karimdan shu qoidani ko'rsataman, keyin birgalikda to'liq o'rganamiz. Diqqat qiling, hozir biz Qur'oni Karimdan misol ko'ryapmiz. Siz auzu bismillah bilan Qur'onni o'qishingiz kerak bo'ladi. Qur'oni Karimda ushbu qoida, mana sizga betini ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turibsiz, 236-betda joylashgan. 236-bet Yusuf surasining 11-oyatida joylashgan. Mana qarang. Hozir men ekranni yaqinlashtiraman, yana ham yaxshiroq ko'rasiz. Mana ko'rib turibsiz, bu ham romga o'xshaydi. Mana Yusuf surasining 11-oyatida joylashgan. Mana quyidagi belgicha, mana to'rtburchak, faqat to'rtburchakni tikkaroq holatda qilib qo'yibdi, ya'ni rom desak bo'ladi matematikadagi. Mana shu belgichani o'rganamiz. Xo'p, bu aytib o'tganimdek, Qur'oni Karimda 236-betda joylashgan ekan, 11-oyatdan iborat. 11-oyat mana Yusuf surasining, ya'niki 11-oyati mana. Bu yerda 10-oyat bor mana. 10-oyatdan keyin mana 11-oyat, mana 11 deb yozilgan. Mana shu belgichani o'rganamiz. Mana shu belgicha qanday o'qiladi va qanday qoidalardan tashkil topgan, shu haqida batafsil gaplashamiz. Buni hozir men shu yerdan boshlab mana bu yergacha bo'lgan qismini bunday kesib olaman, shuni o'zini yaxshilab o'rganamiz, xo'pmi? Shu yerni hozir men daftarimga yozib olaman. Men daftarimda ko'rib turibsiz, men shuni o'zini daftarimga yozib oldim mana. Shu joyini mana yaqinlashtirib kesib oldim va daftarimga yozib oldim mana. Hozir men sizga iloji boricha shuni to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Qarang mana. Masalan, mana bu yerdan boshlab yozib oldik. Mana la ta manna deb yozilgan, misol uchun qarang. Bu yerda la da mat tabiiy bor, la ikki harakat yoziladi. Ta betda tutuq belgisi bor. O'zbekcha tutuq belgisi tek bo'ladi. Ta betda tutuq belgisi. Keyin bu yerda mana quyidagi belgichamiz mana. Mana shu belgicha hozir qanday o'qiladi? Shu haqida batafsil gaplashamiz. Buni tushundingiz? Endi shu so'zni o'ziga e'tibor qaratsam ham bo'ladi, to'g'rimi? Qarang, bu so'zni tasavvur qiling-da. Mana shu belgicha yo'q. Shu belgicha yo'q bo'lganda qanday o'qirdik, to'g'rimi? Keling, mana shu belgichani mana qo'lim bilan yopib turaman. Hozir mana shu belgichani yopib qo'yaman. Mana keyin birgalikda sizlar bilan o'qiymiz. Tasavvur qiling, shu belgi yo'q. Qanday o'qiymiz endi buni? Buni m a n n a. Bizda qanaqa qoida bor edi? Sukunlik nun harfidan so'ng sukunlik nun qani? Tashdidda ichida ikkita n bo'ladi, to'g'rimi? Birinchisi sukunlik bo'ladi, ikkinchisi fathalik, ustida bo'lgancha fathalik. Shunda bizda qoida bor edi, sukunlik nun harfidan so'ng yana bitta nun harfi kelib qolsa, ikkita nunni birlashtirib g'unna bilan o'qiymiz. Ya'niki g'unnali idg'om qoidasi, to'g'rimi? Necha harakat uchun? Ikki harakat, ya'niki manna deb o'qiladi, to'g'rimi? Mana manna ikki harakat nunni nima qilyapman? Ushlab turyapman, boshqa bir qiyin joy yo'q. Masalan, shu belgini olib tashlasak oddiy bo'lib qolar ekan, to'g'rimi? La ta manna ikki harakat g'unnali idg'om qoidasi. Ikki harakat manna nunni nima qilyapman? Ushlab turyapman, to'g'rimi? Bitta bir boshqacha qiyin narsa yo'q. Manna oddiy holatda. Endi qarangda, endi ushbu belgicha bor. Ushbu belgicha bor bo'lsa endi qanday o'qiladi? Ushbu belgicha bor, endi. Qarang, bu belgichani ma'nosi oddiy holatda tushuntiradigan bo'lsak, bu belgichani ma'nosi, qarang, bundan keyin nima harf kelyapti? Nun harfimi? Bu belgicha aytadiki, mana shu nun harfini o'qiyotganingizda, shu labingizni oldinga chiqaring degan ma'no bildiradi. Shuni manna o'qilishda hech qanday o'zgarish yo'q. Qanday holatda o'qidik hozir mana manna shunday holatda o'qiymiz, faqatgina belgichani ma'nosi shu n harfini aytayotganingizda labingizni oldinga chiqaring degan ma'no bildiradi. Ya'niki mana bu quyidagi videodagidek. Mana videoga e'tibor bering, qarang. Xo'p, qarang, mana chap tarafda hozir video qo'yib beraman. Shu n harfiga kelganda labga e'tibor berasiz. Diqqat bilan kuzatamiz mana shu joyini, qarang. Ta'manna 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 ta'manna. Ko'rib turibsiz, bu yerda qiyin narsa yo'q. Faqatgina shu n harfida shu labingizni oldinga chiqarsiz bo'ldi mana. Man degan ushlab turilyapti, ikki harakat miqdoricha nani ushlab turadi, o'sha manna o'qiladi. Faqat shu n harfida ikki harakat g'unnada ushlab turasiz va nani aytayotgan paytingizda labingizni oldinga chiqarib turasiz. Manna shu n tugagandan keyin bo'ldi, yana o'z holida o'qib ketaverasiz. Faqatgina asosiy maqsad, mana osonga tushunadigan bo'lsak, bu belgichani asosiy maqsadi shu n harfini o'qiyotganingizda labingizni oldinga chiqaring degan ma'no bildiradi. Bo'ldi. Bir boshqacha qiyin tarafi yo'q.
tushunarli? Mana shu n harfini o'qiyotganimizda labimizni oldinga chiqaramiz. Mana qarang, yana bitta video qo'yib beraman. Hozir yana diqqat bilan eshitasiz. تأمنا تأمنا. Menimcha tushunarli deb o'ylayman. Unchalik qiyinlashtirib yubormaymiz. Bu juda ham oson qoida. Faqatgina shu belgini ko'rib qolsak, demak, shu n harfini o'qiyotganimizda labimizni oldinga chiqarar ekanmiz. Bo'ldi. Xulosa qarang. Xulosa shu Yusuf surasidagi shu belgi, ya'ni mana shu belgi, mana shu belgi n harfini o'qiyotganimizda labimizni oldinga chiqarishni bildirar ekan. Bo'ldi. Unchalik qiyin emas. Mana shunda masalan o'qiyotganimizda la ta manna faqatgina mana shuni nda shu labimizni oldinga chiqaramiz, bo'ldi. O'qilishda hech nima o'zgarmaydi. Faqatgina shu nni aytayotganingizda ikki harakatga g'unnada labingizni chiqarib ikki harakat miqdoricha g'unna ushlab turasiz. Bo'ldi. Ikkita lablar oldinga g'uncha qilib chiqarsa ham bo'ladi. Oldinga lablar chiqariladi. Asosiy belgi shundan, mana shu ishmom deb ataladigan belgimiz, demak, ishmom qoidasini bildiryapti-ku. Shu ishmomdan maqsad shu nni aytayotganingizda labingizni oldinga chiqaring degan ma'noni bildiradi. Bo'ldi. Oson holatda tushuntirsak shunaqa bo'ladi. Endi buni ta'riflariga, nima uchun undaqalarga to'xtalmaymiz, chunki men o'ylab qarasam, ular tushuntiradigan bo'lsam adashish mumkin, chunki oldin boshqacha so'z bo'lgan, keyin bitta harakatlar o'zgarib shu holatga kelgan. Ya'ni bitta harakatlar farq qilgan. Shuning uchun yana boshqacha o'qilishlari ham bor buni. Masalan, boshqacha variantlari ham bor, lekin faqat bitta dona o'qilishni o'rgansak, menimcha shu adashmaslik uchun kifoya qiladi deb o'yladim. Keyinchalik boshqacha o'qilishlarini ham o'rgataman, xudo xolasa. Boshqacha o'qilishlarini ham keyinchalik o'rgataman. Hozir demak, shuni o'qiyotganimiz asosiy maqsad nima ekan? Odatdagidek manna g'unna bilan ikki harakat ushlab turib odatdagidek o'qiladi. Faqatgina o'sha n aytayotganimizda labimiz oldinga shuni chiqaramiz. Bo'ldi. Chali shu n harfini aytayotganimizda lablarimiz oldinga chiqariladi. Bo'ldi. Boshqa qoida yo'q. Asosiy qoida masalan, uzun gaplar shart emas. Yana qaysidir qoidalarga bog'lash ham shart emas. Shunchaki oddiy o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, ishmom mana shu belgidan maqsad shu g'unnada ushlab turamiz, mana man nni ushlab turamiz. Sonra shu n harfini o'qiyotganingizda, shu nni talaffuz qilayotganingizda labingizni oldinga chiqarib turing, bo'ldi. Boshqa qoida shart emas. Demak, shu belgidan maqsad labimizni oldinga chiqarib tursak, nni o'qiyotganda bo'ldi. Shu ekan, boshqa bir qoida yo'q. Mana xulosa Yusuf surasidagi ushbu belgi, shu belgi n harfini o'qiyotganimiz, ya'ni mana shu nlarda N'larni desak ham bo'lardi, masalan. N'imiz N'larni desak ham bo'ladi. N harfini o'qiyotganimiz labimizni oldinga chiqarishni bildiradi. Bo'ldi. Unchalik chuqur kirishimiz shart emas. Buni boshqacha o'qilishlari ham bor. Hozir biz bitta o'qilishni o'rgandik. Eng oson qoidasi shu-da. Manna deb o'qiysiz odatdagidek, faqat shu belgidan maqsad labingizni oldinga chiqarib qo'ying, shuni n o'qiyotganda bo'ldi shu. Xudo xohlasa, tushunarli deb o'ylayman. Unchalik qiyin emas. Shunchaki labni oldinga chiqarib qo'yish kerak ekan, xolos. Unchalik qiyin nuqtai nazardan qarash shart emas. Biz boshqacharoq o'qilishlari ham bor buni. Mana shu bitta so'zni 2-3 xil o'qilishi borda, ular boshqa qoidaga ishora qiladi. Men ularni hammasini bir dars o'taydigan bo'lsam, adashib ketasiz deb o'yladim. Shuning uchun faqat bitta dona o'qilishni o'rgandik. Qiyin emas. Shu holatda o'qilishni o'rgatganim singari o'qib ketaversangiz bo'ldi. Xudo xohlasa to'g'ri bo'ladi. Azizlar, salomat bo'linglar. Bugungi 82-darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi.